Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomatga yaqin bir kishi chiqadi. Hatto ismi mening ismimga, otasining ismi otamning ismiga to'g'ri keladigan bir kishi chiqadi. Ko'pchiligimiz Mahdi haqida avval ham eshitganmiz. Olamda fitnalar avj olgan, turli urushlar, xaos yuziga kelgan paytda ummat Mahdiyni o'ziga bosh etib saylaydi. Ularga ko'ra Mahdi tug'ilib bo'lgan, istalgan joyda bo'lishi mumkin, biroq ommaning ko'zidan berkitilgan. Saudiya Arabistonida bir kishi o'zini Mahdi deya e'lon qiladi va Makka ni ishg'ol qiladi. 550 kishilik qurollangan qo'shini bilan Ka'bada otishmalar bo'ladi. Demak, zamona oxirida fasod, munkar ishlar, zulm va adolatsizlik yoyilgach, Imom Mahdi chiqadi. Alloh taolo uning qo'lida bu ummatni isloh qiladi. Bu oxir zamonda bo'ladi.